Assalomu alaykum suyumli do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bu sondagi tanlash savollarimiz ishonch haqida bo'ladi. Ishonch deyilsa, tunji bo'lib amin degan so'z esimizga keladi. Nimishqa demsizlar? Chunki amin kalimasi hammalarning ishonchisiga erishgan, xiyonat qilib boqmagan, va'dasida turadigan vafodor kishi degan ma'noda. Sizlar suyumli payg'ambarimizning Muhammadul Amin deb atiladiganligini bilamdinglar? Suyumli payg'ambarimiz boshqalarning shuncha ishonchisiga erishgan va gapida turadigan kishi ekanki, hammalar uni ishonchlik Muhammad degan ma'noda Muhammadul Amin deb atashadi ekan. Sizlar mu suyumli payg'ambarimizga o'xshash ishonchlik degan sifat bilan yod etilishni xohlamsizlar? Undaqda tövandagi tanlash savollarini ishlash orqali o'zingizlarni tekshirib beqinglar. Birinchi savol: do'stingizning maxfiyatligini boshqalarga deb beramsiz? A. Hech kimga demaguncha deb aytib beraman. B. Har qancha ching turib olsa-mu aytib bermayman. C. Uningga munosabatlik gap bo'lsa aytaman. İkinci savol: yo'lda ketayotganingizda yerda pul ko'rsangiz qanday qilasiz? A. Xush bo'laman, bugun ta'lim keldi deb o'ylayman. B. Ko'z qirimni sanmayman, balkim egisi qaytib kelib evola deyman. C. Tunji ko'rganimda ollaymi, olmaymi deb sal ikkilanaman, olmay ketib qolishim mumkin. Üçüncü savol: bir do'stingiz sizga kompyuterini vaqtliq omonat qo'ysa, bu chaqda qanday qilasiz? A. Albatta ishlataman, nima bo'lmasin u mening do'stim. B. Ilib ketganga qadar mahkam saqlayman. C. Ishlatgim kelganda do'stimning ruxsatini ilib ishlataman. To'rtinchi savol: do'stlaringiz bilan boshqa bir do'stingizning yomon gapini qilishgan chog'laringiz bormi? A. Albatta, do'stlarim bilan har qanday gapni deyishimiz buning nari yomon. B. Mumkin qadar boshqalar haqida gap so'z qilmaslikka tirishaman, chunki boshqalar mening haqqimda gap qilsa qattiq xafa bo'laman. C. Ba'zida paranglashib qolaman, ammo yomon gapini qilmayman. Odatdagi gaplarni qilib beraman. Beshinchi savol: do'stlaringiz bilan uchrashishga va'dalashgan bo'lsangiz, deyishgan vaqtda boramsiz? A. Nimishqa kun tong dal vaqtida uydan chiqib bo'lolmayman. B. Ko'pincha baldur mengib va'dalashgan vaqtda berib bo'laman. C. Ba'zida men saqlataman, ba'zida do'stlarim saqlatadi. Hech kim davomli dal vaqtida kelib bo'lolmaydi. Oltinchi savol: yolg'on aytishga qanday qaraysiz? A. Ba'zida haqiqiy ahvolni aytmayman, bu yolg'on aytishga kirmas. B. Men yolg'on aytishga bek qat'iy yolg'on aytmayman. C. Meningcha hammalar ushaq-tushak yolg'onlarni aytadi. Yettinchi savol: opangiz kechda uyga mehmon keladiganligini, hujrangizni ratlab etib, menishingizni aytsa, qanday qilasiz? A. Davomli shundoq deydi, ammo men o'yin bilan bo'lib unutib qolaman. Qanday qilaman? Unutib qolish gunohmi? B. Oldi bilan hujramni ratlayman, ondan nima ish qilsam xotirjam qilaman. C. Agar vaqtim bo'lsa, ozroq o'ynab olib, oz qolganda tez ratlab etaman. 8. savol: ukangiz bilan o'ynayotganingizda uydagi lo'nqa sunib ketdi. Onangiz kimning qilganligini so'rasa, nima deb javob berasiz? A. Ha, lo'nqa sunibdimi? Mening xabarim yo'q-ku, deyman. B. Ukam bilan o'ynayotganda ehtiyotsizlikdan sunib ketganligini aytib, afv so'rayman. C. Onam qattiq ochiqlab qoladigan narsa bo'lsa, gunohni ukam ortib qo'yaman, chunki u ba'zida menga shundoq qiladi. 9. savol: o'qituvchingiz topshiriq bersa joyida o'rindamsiz?
A. O'qituvchilar ko'p topshiriq berdi. Topshiriqning to'laligidan charchab ketdim. B. Qo'limdan kelishicha to'liq o'rindashga tirishaman. C. Tez bo'lmasa o'rindayman, ammo o'rinday olmaydigan chog'larim bo'ladi. O'ninchi savol. O'zingizni ishonchli deb qaramsiz? Boshqalar sizga sirini beramdi? A. Bilmayman. Boshqalar davomli mendan maxfiy paranglashadi. Bundaq chog'da o'zimni yaxshi his qilolmayman. B. Shundoq. Men qat'iy yolg'on so'zlamayman. Do'stlarim menga behmushinadi. C. Menga ba'zida sirlarini aytib berdi, ammo davomli hech kimga aytma deb eskartib turdi. İşenç haqidagi savollar shuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqayli. Agar A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, ishonch shundoq bir narsaki, siz qanchalik ishonchli bo'lsangiz, Rabbimizmi, insonlarmi sizni shunchalik yaxshi ko'rdi. Ishonchli odam hargiz yolg'iz qolmaydi. Qachon beshiga kun tushsa, atrofida unga yordam beradiganlar cho'qim bo'ladi. Xuddi siz ota-onangizga har qanday narsangizni omonat qilib, ulardan tortinmay yordam so'rayotganingizdek, atrofingizdagilarmi sizga shundoq ishonch qila olishi, sizdan yomonlik kelib qolishidan ansirmaydigan bo'lishi kerak. Chunki Rabbimiz jannatda ana shundoq kishilarga intayin katta savoblarni beradi. Shunlashqa davomli ota-onangizni ulgu qilishingiz lozim. Men sizga ishonaman, sizmi menga ishoninki, boshqalarning ishonchiga erishganingizda turmushingizning naqadar baxtga to'ldiganligini ko'rasiz. Agar B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, boshqalar sizga har qanday narsani ikkilanmayli omonat qiladi ekan, sirlarini aytib beradi ekan, sizdan har qanday yordam so'ray oladi ekan. Chunki siz intayin ishonchli bo'l ekansiz. Ko'z tegmasin, bunday xislatga ega kishilar nihoyat baxtli yashaydi. O'zidek ishonchli kishilarni tepishda qiynalmaydi. Ishonchli bo'lish suyumli payg'ambarimizning eng gavdali xislatlaridan. Sizmi payg'ambarimizdek fazilatga ega bo'lish orqali to'limi katta qalbini qo'lga keltiribsiz. Shunga bundan keyin bu ishda qalbingizni hargiz bulg'amang. Atrofingizdagilarga ulgu bo'lishga tirishing. Ishonchli bo'lganning sizga hech qanday ziyini yo'q, unutmang. Agar C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, javobingizga qarasa, siz ishonchli bo'lishga qo'lingizdan kelishicha tirishayotgan, yolg'onchilikqa odatlanmagan bir ekansiz. Ba'zida amaliy sharoit tufaylidan bergan va'dangizga tura olmagan yoki omonatni joyida saqlay olmagan bo'lishingiz mumkin. İnsonchilikda unchalik ishlar yuz berib qoladi. Muhimi, bundoq illatlarga odatlanib qolmay, tuzatishga tirishing. Biz boshqalarning ishonchli bo'lishini, ham ishonchli do'stlarimiz bo'lishini xohlaydiganmiz, oldi bilan o'zimiz ishonchli bo'lishimiz lozim. Shunga siz cho'nglarni ulgu qilib, nasihatiga quloq soling. Hammanglar ishonchli bo'lsa, hech kimdan ansirmaydi. Hammanglar qarindosh kabi bo'ladi. Shuning bilan dunyo o'z uyimizdek, oilamizdek baxt saodatga to'lib, illiq makonga aylanadi. Programmamizning bu qitimli soni mush yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.